2026 yilgi Daewoo Lacetti. Bu zamonaviy va ixcham sedan bo'lib, u Janubiy Koreya avtomobil sanoatining yangi avlodi sifatida ishlab chiqilmoqda. Bu model yoqilg'i tejamkorligi, past xizmat ko'rsatish xarajati va qulay haydash tajribasini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Yangi Lacetti tashqi ko'rinishda yanada aerodinamik shaklga ega. Old qismida LED chiroqlar va xromli panjara avtomobilga sport uslubini beradi. Orqa tomonda esa yangilangan yoritish tizimi o'rnatilgan bo'lib, mashinaga zamonaviy ko'rinish bagishlaydi. Salon ichida premium darajadagi charm yoki matodan tikilgan o'rindiqlar, 10 dyuymli sensorli ekran, Android Auto va Apple CarPlay tizimlari hamda yangi raqamli asboblar paneli mavjud. Avtomatik konditsioner, ovoz orqali boshqarish va ko'p funksiyali rul haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Texnik tomondan qaraganda 1.5 litrli benzinli va 1.6 litrli turbo dvigatellar taqdim etilishi kutilmoqda. Ular taxminan 120 dan 160 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Uzatmalar qutisi 6 pogonali avtomatik yoki chilt variantlarda bo'lishi mumkin. Yoqilg'i sarfi taxminan 16-18 km atrofida bo'lib, bu uni kundalik foydalanish uchun juda tejamkor qiladi. Xavfsizlik jihatidan Lacettida havo yostiqchalari, ABS tormoz tizimi, elektron barqarorlik nazorati, tormoz yordam tizimi va orqa kamera mavjud. Daewoo kompaniyasining maqsadi Lacetti'ni o'rta narxdagi, ammo sifatli va qulay ixcham sedan sifatida taqdim etishdir. U yosh haydovchilar va oilaviy foydalanuvchilar uchun ajoyib tanlov bo'lishi kutilmoqda.